life and has future surprises ahead. My little brother, I love you. I love you because he has to have a trophy for his long eyelashes. أنا نبكي Dünya talashmagil men bilan do'stim, sendan ham mendan ham o'tar dunyo bu. Bizdan adovati arazlar emas, mehri vafolarni kutar dunyo bu. Quyoshdan ibrat ol, jilmayib yashar, dilda bor mehrini borliqqa sochar. Sen ham quyoshdayin sevolsang agar, yayrab peshonangdan o'par dunyo bu. Sen ham quyoshdayin
Sevalsan eğer yayrab peshonangdan o'par dunyo bu. Birovgacha xizmat nodonlar ishi derlar zahar solmoqchi ayollar ishi jafo qilsa jazo topgay har kishi azal abadin qaytar dunyo bu. Jafo qilsa jazo topgay har kishi azal abadin qaytar dunyo bu. Arpa iki buğday almayan içkiyim, ketganni qaytgani ko'rmagan içkiyim. Bu dunyoga ustun bulmagan hiç kim, bir kun yoqamizdan tutar dunyo bu. Bu dunyoga ustun bulmagan hiç kim, bir kun yoqamizdan tutar dunyo bu. Yaxshidir ortingdan yaxshi ot qolsa, hikmatlaring mangu barhayot qolsa, insoniy nomingdan bir ismot qolsa, seni mangulikka eltar dunyo bu. İnsoniy nomingdan bir ismot qolsa, seni mangulikka eltar dunyo bu. Azalu abadin qaytar dunyo bu. Bir kun yoqamizdan tutar dunyo bu. Hol so'rab kelmang yonimga, avvalo oshiq bo'ling, yoqmayin joni tanimga, avvalo oshiq bo'ling, oshiq bo'ling, oshiq bo'ling, oshiq bo'ling.
odamga dardim so'ylasam ne foydadir dardimni bilmoqchilar kimgadir oshiq bo'ling oshiq bo'ling oshiq bo'ling oshiq bo'ling dardsiz bedardlarni ko'rgani yo'q toqatim eshsiz bedardlarni ko'rgani yo'q toqatim yoqmasa ma'zur tuting bu holatim oshiq bo'ling umrutim qartaymayin topib digar oshiq bo'ling yor yor gar eshik ochsa kulib sizlarga ham ishq maktabi bosh qo'yib ostonasiga men kabi oshiq bo'ling oshiq bo'ling oshiq bo'ling oshiq bo'ling oshiq bo'ling yuking yerda qolmag'ay qatoringda nor bo'lsa ara yo'lda qolmasan do'st yoring bor bo'lsa
sevib olgani go'zal bir takror bo'lsa oltini zar ko'rinmas yoningda shul yor bo'lsa yuking yerda qolmag'ay qatoringda nor bo'lsa oqibatli qarindosh ajralmag'ay ming yilda Meroj otang boshida jannat onang poyida ketsa agar topmasan 100 ming yilda joyida oyog'ida obdoyim ota onang bor bo'lsa yuking yerda qolmag'ay qatoringda nor bo'lsa belingda güç barda oilayli shod ayla qo'ylingdagi haloling ko'nglini obod ayla arzanlar uchun Allohdan baxtlar faryod ayla inson nomi o'chmagan o'g'il qizi bor bo'lsa yuking yerda qolmag'ay qatoringda nor bo'lsa hisobini bilmasang tijorating mo'l bo'lmas o'ylamasdan qo'yilgan qadamlaring yo'l bo'lmas kelinlaring qo'l bo'lmas oğlanlaring qul bo'lmas yurt tinchligi buzilmas hukmdor hushyor bo'lsa yurt tinchligi buzilmas hukmdor hushyor bo'lsa vatan deb urmakni vatan sizdan so'rab ko'p
vatanini satmoq imonsizdan so'rab ko'r vatanga yo'q ko'z qisa imoningni sinab ko'r vatan qo'ldan ketmag'ay o'g'lonlari bor bo'lsa yuking yerda qolmag'ay qatoringdan or bo'lsa Tangri o'zi bermasa zar bersang da bor olmas Tangri aziz tutganlar ikki dunyo xor olmas ishlari bekor olmas nomardlarga muhtoj bo'lmas dunyo ko'zga tor bo'lmas Tangrim madadkor bo'lsa yuking yerda qolmag'ay qatoringdan or bo'lsa ara yo'lda qolmasa do'st yoring bor bo'lsa do'st yoring bor bo'lsa ayronayim bo'yingdan bulbulning nolasiday sening qo'sha qarsiz oldi jonim shularni hammasini baxtini kamolini ko'rsin Allohim nevara avaralar ko'rishni nasib et onajonim avara ko'rgan onamdek yaxshi yaxshi joylarda ishlarni avlodlardan prezidentlar Alloh qo'shganlar bilan qo'sha qarisin Allohim qo'shgani bilan qo'sha qarisin Allohim ularni baxtini iqbolini kamolini ko'rib berishsin Xudoyim nasib etsin Allohim Senga sig'inamiz sendan bormiz Allohimdan unutma urf odatin biladi tog'a to'yga keladi urf odatin biladi to'y bolaga to'yona toychoq yetalab keladi to'y bolaga to'yona toychoq yetalab keladi to'yingga to'yib olgin tillar biron bola to'yingga to'yib olgin tillar biron bola zarto'ning kiyib olgin ko'zlari jayron bola zarto'ning kiyib olgin ko'zlari jayron bola to'y bola o'g'il bola ayronayim to'yingdan bulbulning nolasiday sening shirin tilingdan toy bola sar bola ayronayim bo'yingdan bulbulning nolasiday sening shirin tilingdan
qoldirar hayron bolayek. To'y bola, o'g'il bola, aylanayim to'yingdan, bulbulning nolasiday sening shirin tilingdan. To'y bola, asar bola, aylanayim bo'yingdan, bulbulning nolasiday sening shirin tilingdan. To'y bola, o'g'il bola, aylanayim to'yingdan, bulbulning nolasiday sening shirin tilingdan. To'y bola, asar bola, aylanayim bo'yingdan, bulbulning nolasiday sening shirin tilingdan. Assalomdan boshlagay. Duch kelar yoru birodar, xush kelingdan boshlagay. Mehr ro'yiga to'lgan xush kalomdan boshlagay. Xalqimiz avval so'zin assalomdan boshlagay. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Yuzlardan nur yog'ib turgan nuroniy onaxonlar, lobar opa-singillar. Bugun ajoyib to'yxona-yu murodxonaga xush kelibsizlar. Nuridiyda tojisar demas. Mana shu mahallaning eng bir namunali, ibratli, faol oilalardan, xonadonlardan bo'lgan bugun mana shu Komiljon ukamiz, ya'ni Mavlon bobo, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Mavlon bobo sulolasining davomchilari o'zlarining eng chiroyli bir go'zal an'analari, ya'ni xatna to'yini munosib, go'zal tarzda nishonlashni jazm etibdilar. Ilohim mana shu o'tganlarning joylari jannatda bo'lib, oxiratlari obod bo'lsin. Tiriklarga esa faqatgina ezgulik, yaxshilik yo'llarini berishiga umidvormiz. Mavlud onamizga ham biz o'z samimiy tabrigimizni yo'llaymiz. Chunki Pahlavondek nabirasi Kamronbekning bugun Muhammadga ummat bo'layotgan ajoyib go'zal lahzalardan biri. Mavlud ona, sizning bir ajoyib go'zal, betakror, unutilmas kuningiz. Tarix zarbarlaringizga eng go'zal satrlar bitiradigan kun bugun. Ya'ni sevimli o'g'lingiz, mana shu oilaning boshchisi bo'lgan Komiljon sizning ko'nglingizdagidek bir oilani to'liq mujassamlik bilan uyg'unlashib, opa-singillarga, aka-ukalarga bosh-qosh bo'lyapti desam, hech ham mubolag'a qilmagan bo'laman. Turmush o'rtoqi, ya'ni erni yuksaklikka ko'taradigan ham, pastlikka tushiradigan ham rafiqa deyishadi. Mana shunday bir Komiljondik ajoyib yigitga go'zal, oqila, rafiqa bo'lgan Nuriyaxon, sizga ham to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Yoningizda uchala hur farishtalar, bir-biridan go'zal qizaloqlar. Hamisha bobolari, onalari sizga mehribon bo'lsin, paribash bo'lsin. O'zbekistonning eng go'zal malikalari, ko'rik tanlovlarining eng bir yuqori bosqichida faol qatnashadigan ajoyib qizlar bo'lib yetishsin. Aziz asrimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrin. Fursat g'animatdir shoh satrlarla, bizamoq chog'idir umr daftari. Bugun umr daftarlaringiz, kitoblaringizga bitirayotgan satrlar, aytilajak go'zal suxanlar va tilaklar albatta ijobat bo'lishiga umidvormiz. Xonzoda begim, Farangiz hamda Mubina bonu, Kamronbekdek bir alpomish, botir ukalariga parvona bo'lgan malaklar. Bunday sulolar davom etsin. Ilohim yuqorida aytib o'tganimizdek, turmush o'rtog'ingizning ruhlari shod bo'lsin, hamisha madadkor bo'lsin. Alloh ushbu oilaga o'z barakasini yog'dirgan, doimo elga dasturxon yozadigan, elga taom ulashadigan insonning o'g'li sifatida bugun ham mana shu oilada
katta to'y tantana. Nozimatlarga to'liq dasturxonni ochiq deb e'lon qilamiz va bir-biridan go'zal, diltortar taronalarni sizlarga armug'on etishga turgan mana shu sozandalar, xushovoz, sohir ovozli san'atkorlarimizdan sizlarga taronalar yo'llab qolamiz. Bugun muhabbatdan kuylaydi bulbul. Bugun gulga aytsin yoniq rozini. Sozanda borliqni rom etib butkul, yurakdan chiqarib chalsin sozini. Qalay sozanda chalgin sozingni. Faqat sadoqatdan kuylasin rubob. Qani aziz do'stlar, Kamronbek uchun nafis qadahlarga quyingiz sharob. Demak, bugungi ajoyib to'yni ochiq deb e'lon qilamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Chiroyli qarsaklar san'atkorlarimizga. Yonimga demak Komiljon chorlamoqchiman. Komiljon bugungi to'y sohibi Kamronbekning dadajonisi hamda ayajonisi Nuriya Bono. Marhamat, sizlarni mana shu badiiy sahnamiz sari chorlab qolaman. Bugun har qancha aytilajak tilaklar, go'zal niyatlar mana shu oila xonadon a'zolari manzillari sari yo'llanadi.
ushbu to'yga, ushbu bazmga tashrif buyurgan har bir insonning qalbida chiroyli tilaklar. U ham bo'lsa ikkala mana shu Komiljon hamda Nuriyaxonlarga uzoq umr ko'rib qo'sha qarishlik va Kamronbekka uzoq umr, yurt tayanchi, oilaning suyanchi, dadasining haqiqiy bobolarning izidan borguvchi yigit bo'lishiga tilakdoshmiz. Komiljon, to'ylar muborak bo'lsin. Mana shu Kamronbekka qarab turib aytyapman, uzoq Amerikada shunday yigitimiz bor ekan, bilmabmiz. Aytishadi-ku, Marg'ilonda shunday kelinimiz bor ekan, bilmabmiz degandek. Kamronbek sizlarga faqatgina faxr bo'lishini istaymiz. Kamronbekning ortidan falonchining otasi emas, o'g'li emas, falonchining otasi bo'lib yuring. Kamronbekning dadasi el yurtga foydasi tekkan sulolani lideri sifatida siz faxrlanib yuring. Nuriya mana shunday bir ajoyib yigitga, kelajakda bo'lg'usi buyuk insonga ona bo'ling. Mavlud opa hamda Nuriya bonining ayajonisini mana shu davraga chorlayman. Xayrli va ezgu ishlarga bosh qo'shgan Mavlud opa qanisiz? Hamda Nuriyaxonning ayajonlari. Sizlarga surpriz sovg'a bor. Sizlar aslida har qanday sovg'aga, har qanday bir e'zozga, ardoqga loyiq insonsizlar. O'qidim, barini lol qoldi aqlim, bariga o'zingsan ustoz muallim. Ikkala o'qituvchi mana shunday farzandlariga, nabiralariga haqiqiy murabbiylik, haqiqiy pedagoglik qilganki, bugun mana shunday bir chiroyli farog'baxsh lahzalarga yetib keldik. Keling, eng samimiy istaklarni Mavlud opamiz ham keldi. Mavlud opa, sizni hech kim nabirador deb o'ylamaydi, chunki hali o'zingiz yoshsiz. Komiljon xuddi o'qaysiz bo'lib turibdi. Demak, bu farzandlarning, kelinlarning, kuyovlarning bir yaxshi kelin, yaxshi kuyovlar sizga to'g'ri duch kelgandan deb o'ylayman. Hamisha mana shunday yoshdir. Hamisha Komiljonga bosh-qosh bo'ling, chunki ona aytishadi-ku, bir donishmand bir nima deydi? Onam olamdan o'tdi degan o'rtog'iga endi har kuni o'zingni duo qilgin. Chunki seni duo qilguvchi, har qanday bir ofatlardan panoh bo'lguvchi onang yo'q deydi. Siz Komiljonga chiroyli duo qilgansiz, eng chiroyli tarbiyani bergansiz, ezgu va xayrli ishlarga o'rgatgansizki, butun oilaga bosh-qosh, yonbosh sizga hamisha chiroyli maslahat bo'lgan. Keling, samimiy istaklar siz aziz ayajondan, buvijondan qolaversa mana shu xonadonning farishtasidan. Aziz odamlardan so'raydi qadrim, fursat g'animatdir, shohratlari, bizamat chog'idir umr daftari. Mani 2 yosh umr daftarini bizab kelyapti. 2 yoshga uzoq umr, baxt saodat, kelgusi hayotlarda katta muvaffaqiyatlar tilayman. Kelinlarni to'yda ham shunday yuraylik. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, hammalari sizlar to'ylarimizda hurmat qilib kelganlaringiz uchun katta rahmat. Mana bugun farzandim Komiljon, kelinim Nuriyaxon, farzandlar Kamronbekni xatna to'ylarini nishonlayapti. Shunga sizlar ham xursandchiligimizga sherik bo'lganlaringizdan juda ham xursandman, juda ham hayajonlanib ketyapman. Hammalaringizga katta rahmat. Va ikkala yosh o'sha qarisa mana qarishdaday ishda nevaralarim, qizaloqlarim ham katta qizlar bo'lsin, eliga, yurtiga xizmat qiladigan farzandlar bo'lsin, nasib bo'lsin. Mana shu Amerikada dong'i chiqqan universitetlarda o'qishini xohlayman, hammasini. Kamronbekka nasib bo'lsa katta yigitlar bo'lib, prezident apparatida ishlaydigan, O'zbekistonda prezident bo'ladigan yigit bo'lsin, nasib bo'lsa. Tog'day tilayim, mayli qirday bersam.
Şiiri bilen ispattı. Şirinlere müzikler çıkıyor. Hayatlarına. Rahmat tamamlarınızda. Sağ olun. Bu sovg'a kam sizlar uchun. Juda ham kam. Men sokin musiqa beraman. Onajon, bu galgi yurak so'zimni sizga bag'ishladim, sizga onajon. Yo'q, yurak so'zimni emas, balki o'zimni sizga bag'ishladim, sizga boyladim. Sizlarga butun bor, sizlarga jami yaxshiliklarimni oqibatini bag'ishlagan farzandlar. Bunday baxtiyor damlar, unutilmas kunlar hamisha bor bo'lsin. Kimdir savol berdi, aytgan Muhammad, sen o'zing rasulsan butkul olamga. Kimga ko'p yaxshilik qilay o'zing ayt, ota-onamgami yoxud bolamga. Rasul javob berdi, tingla birodar, so'zimni uch bora quloqqa olgin. Imkoning bo'lsa gar ushbu dunyoda eng avval onaga yaxshilik qilgin. Bu hikmat sharhini o'yladi uzoq. Chindan ona ilm qiblay olam. Garchi barchamiz ham bilmoqlik darkor, onadan tug'ilgan payg'ambarlar ham. Moldopa qolaversa Oysha Farona, sizlarga to'ylar muborak bo'lsin. Bunday ajoyib to'ylar davomiy bo'lsin. Mana samimiy istaklar, hayajon bilan aytdingizlar. Komiljon, Alloh nasib etsa farzandlaringiz Kolumbiya, Garvard universitetlarining haqiqiy doktorantlari bo'lishiga tilakdoshmiz. Chiroyli qarsaklar ekkan o'rtaga. Chiroyli qarsaklar. Demak, davrani to'ldirib onajonlar o'ynaymiz. Hamisha onajonlar bor bo'lsin, duogo'y. Onalarga xizmat qiladigan Komiljondik, Nuriyaxondek farzandlar bisyor bo'lsin. Boshimdagi toj,
düştü güle üstümüze bir düştü güle çözemem şirenge Zihirman ay zihirman ay sen oynar güle Zihirman ay zihirman ay sen oynar güle Let's go.
When you're
yamaylar Canım gülüşün zamanlar Canım gülüşün yamaylar Bizning sahnamizga Komiljonning amakilari Mansur aka, Muhammad aka, Ravshan aka, Shodiyor aka, Shomurod aka hamda Orziqul tog'ajonisi va Komiljonning ukajonisi Feruzbekni mana shu davraga hurmat va mamnuniyat bilan taklif etmoqchimiz. Hamda Nuriya kelinning akalari, ya'ni Kamronbekning tog'ajonlari, Qahramon tog'asi, Azamat, Jasur tog'alarini ham mana shu davraga lutfan taklif etamiz. To'y boladan to'n sohibu sohibalari, marhamat, sizlarni badiiy sahnamiz intizorlik bilan kutmoqda. Mana jajji to'yimiz Kamronbekka mana shunday Muhammadga ummat bo'layotgan bir paytda chiroyli to'nlar kiydirildi. Mavlid opa hamda Nuriyaxonning ayajonlariga ham chiroyli bir-biridan go'zal sarpolar muborak bo'lsin, sarpon muborak bo'lsin. Nuriyaxon Xonzodaxonning nima deydi, onajonisi Gulchehradan ham eng katta samimiy tabriku muborakbodlar yo'llab qolamiz. Xonzoda, Gulchehra onaga chiroyli bir o'zing fikrlaring ayt. I really like to spend time with her. When I like to play games, she is very fun and I care for her a lot. Gulchehra tarbiyalagan qizlar baribir boshqacha. Nuriyaxon, demak, Mansur bobosi hamda Gulchehra onasiga ham chiroyli salomlar. Ularning nomidan ham kechqurun albatta ular tashrif buyurishadi. Ularning nomidan Komiljon, Nuriyaxonlarga ham chiroyli tabriklar va salomlar deymiz. Demak, to'n sohiblarini biz lutfan taklif etdik. Tog'ajonlar, amakijonlar hamda ukajonlar